Assalomu alaykum, o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Ro'zalar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Hop, o'rtoqlar, bugungi videoda Xudo xohlasa sizlar bilan ikkita narsa haqida gaplashamiz. Birinchisi, Precision Swing Point'ga yangi darslikka kirish qismi bo'ladi. Ya'ni Precision Swing Point nimaligi haqida tushuncha olamiz. Va ikkinchi narsa, bu birinchi darsligimizga borib taqaladi. Ya'ni shu Opus va Sequential SMT bog'lamligi va uni qanaqa ishlashi tartibi praktikada shu kungacha bo'lgan price action haqida bo'ladi va Xudo xohlasa birinchi darslik to'g'risida ham ko'proq ma'lumot olasizlar. Ho'p, boshlaydigan bo'lsak, chartda bizada o'rtada yevro va o'ng tarafda pound, chap tarafda dollar indeks. Choraklar nazariyasida, ya'ni trade degan so'z bor, ya'ni uchlik deb oladigan bo'lsak, bu uchta para bir-biriga bog'liq. To'g'rimi? Ya'ni yurish jihatidan bir-biriga bog'liq va ular bir xil yurishi kerak. Bir xil yurmagan paytda, ya'ni bozorda ikki xillik hosil bo'lganda crack and correlation deydi, ya'ni korrelyatsiyadagi buzilish hosil bo'lganda narx o'zgaradi. Va shu narx o'zgarishi crack and correlation har doim ham high low'larda hosil bo'lmaydi. Tushunyapsizlar? Ya'ni SMT bo'lgandan keyin hosil bo'lmaydi. Bu bir dona candle o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Ya'ni crack and correlation bir dona candle o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Precision swing point tushunchasi bor. Bu mana shu candlega e'tiboringlarni qaratishni so'rayman. Ya'ni yevroda qora shaklda hosil bo'lgan, poundda oq shaklda hosil bo'lgan va dollar indeksda ham oq shaklda hosil bo'lgan. Bu nimani aytyapti bizga? Uchalovi, ya'ni birga yurish kerak deganda bir xil jaydari qilib tushirtirgan bir xil rangdagi candle bilan yurish kerak. Lekin agarda bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu aynan precision swing point, ya'ni candlelar o'rtasida hosil bo'ladigan buzilish, bozoriy yo'nalishning buzilishi. Hop. Precision swing point o'rtoqlar o'zi nomidan ham bilib turibdi. Swing point deganda swing joylar, ya'ni aynan buriladigan joylar precision swing point bilan, ya'ni confirmation olinadi va aynan o'sha bilan biza trade ideyamizni boshlaymiz. Hop, aynan shu precision swing point example olinishi yevrodagi eng yuqori candle, yevro poundda va dollar indeksida eng pastki candle deb oldim va bu o'ylashimcha eng mukammal ya'ni misol bo'la oladi. Biza bilib oldik, что ranglar orasida hosil bo'ladi. Ya'ni masalan aytaylik, agarda bu precision swing point qachon bo'lmasdi, qachonki hammasi uchala trade'da ham bir xil rang hosil bo'lsa, ya'ni oq dollar yevroda ham oq, poundda ham oq bo'lganda bu precision swing point qabul qilolmasdik bu narsani va bu trade ideyamiz dальнейшем ishlamaslik xavfi yuqori bo'lardi. Lekin bu ranglarda o'zgarishi, ya'ni o'sha candleda hosil bo'lishligi o'zgarish, bu ya'ni narxi pastga qarab olib tushib berishini boshlovchi qismi bo'ladi. Endi buni kirish qismi deb qabul qilinglar. Xudo xohlasa precision swing point bu ko'p katta tema. Sekin-sekin unga kirmasak, chalkashib ketib qolamiz. Xo'p. Bu yog'iga mana Xudo xohlasa price action review'lar qiladigan bo'lsak, aynan masalan precision swing point haqida ham ko'proq ma'lumot berib boraman. Buning uchun kanalga a'zo bo'lib qo'ysanglar,
o'sha yengillik, ya'ni yangi videolar yoki yangi cross actionlar chiqadigan darslikda bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha yerda ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, endi bu videodagi ikkinchi partga keladigan bo'lsak, bu birinchi darslikka qaytamiz, ya'ni shu opens va sequential SMT. Xo'p, shu opens biza bilib olganmiz, ya'ni o'zini saykllarni o'zini ochilish nuqtalari bo'ladi. Va bu narsa sequential SMT bilan bog'lanishi kerak. Tushunyapsizlar? Endi qaranglar, 9 soatli time frame'ga tushaman. 9 soatli time frame'ga tushganimda bizada ya'ni monthly cycle sequential SMT ko'rib turibmiz. Ya'ni fevral oyi, to'g'rimi? Fevraldan mart oyigacha mana shu 4 xil rangiga, ya'ni sayklda bu 4 ta haftani bildiradi. Va shu 4 ta hafta ichida nima bo'lgani birinchi darsligimizga borib taqaladi. Ya'ni birinchi darslikka tushungan bo'lsak, aynan shu holatda biza yaxshi trade qilishimiz mumkin edi. Keling, shu haqida gaplashamiz. Weekly time frame'dagi precision swing point hosil bo'lgandan keyin, aynan mana shu precision swing point hosil bo'lgandan keyin biza ya'ni narx o'zgarishini kutamiz. Ya'ni narx yo'nalishini o'zgartiradi degan ma'noda. Va 4 soatli time frame'ga tushadigan bo'lsak, 4 soatli time frame'ga bizada fevral oyini ochilish nuqtasi, ya'ni true months open. Aynan mana shu candle ochilish nuqtasida. True months open. Mana buni ham qo'yib olsak, menimcha udobniyroq bo'ladi. True months open nuqtamizni bu yerda belgilangan. Bu ya'ni indikator bo'lgani uchun o'zgarish sal bo'lishi mumkin, lekin agar mana buni ishlatadigan bo'lsanglar, mana shu indikatorni sizlarga bo'lgan tiniqroq, aniqroq nima bera oladi. Hop. Shu months open boshlangandan keyin, ya'ni birinchi kvartalimiz, birinchi hafta va ikkinchi hafta orasida bizda sequential SMT bo'lgan. Buni ko'rib turibmiz. Mana e'tibor bersanglar, yaqinlashtirib qaraymiz. Ya'ni birinchi haftani eng yuqori qismi bu aynan mana shu candle bo'ladi. Narx tepaga o'tib yopilgandan keyin aynan shu candleda bizada sequential SMT hosil bo'lgan, ya'ni confirmation berib bo'lgan, to'g'rimi? Endi bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, poundga birinchi haftaning eng yuqori qismi aynan mana bu yerda hosil bo'lgan. Va narx yevroda tepaga o'tib yopilgandan keyin bizada monthly cycle sequential SMT hosil bo'lgan. Bu narsachi bilasizlarmi nima? Bu narsa ya'ni bitta sequential SMT oldinglarmi, bu sizlarga уже yo'nalishni aytib beradi. Ya'ni monthly cycle sequential SMT confirm bo'lgandan keyin qachon confirm bo'ladi? Birinchi shu previous cycle dan tepada o'tib yopilgandan keyin confirm bo'ladi. Va bunga qo'shimcha ravishda sizlar kichkina cycleda sequential SMT ko'rishinglar shart. Agar kichkina cycleda sequential SMT ko'rmasanglar, ya'ni o'zi umuman katta time frame'da trade qilish xato, bilamiz bu narsani. Ya'ni o'shaning uchun ham kichkina cycleda sequential SMT confirm qilsanglar, bu ya'ni shu nima desa bo'ladi, teoriyani bir qismi bu. Katta cycleda sequential SMT oldinglar va kichkina cycleda uni confirm qilasizlar, tushunyapsizlar? Aynan shu hosil bo'lgandan keyin mana qaranglar, sequential SMT hosil bo'ldi, aynan bu yerda biz sell qilib olmaymiz.
kichkina time framega tushamiz. Aynan shu holatda hozir ko'ramiz va undan keyin ya'ni trade qilishga sabab qidiramiz. Hop. Dollar indeksda bu yoqda bizib o'tdi. Endi ikkinchi haftaga kelgandan keyin shu open tepasida уже biz premiumga chiqib bo'ldik degani. Tushunasizlar? Уже premiumga chiqib bo'ldik. Mana shu premiumdan pastga qarab yurish kerak degan ideya olamiz biz. Agar naborot bo'lganda, ya'ni buyga yurishimiz kerak degan narsani beradi. Hop. Sequential SMT hosil bo'ldi. Qo'ysa ham bo'ladi. Sequential SMT hosil bo'ldi. Narx shu openni tepasida endi qiladigan ish kichkina cycledagi sequential SMT topish va o'sha kichkina cycle sequential SMT bilan bu monthly cycle sequential SMT ni bog'lab biza trade'ga kirish. Bitta pastki time frame ga tushaman va aynan shu haftaga qaraymiz. Bizda katta time frameda, ya'ni monthly cycle sequential SMT hosil bo'lgandan keyin e'tibor beringlar, mana o'sha indikator o'z ko'rsatdi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ya'ni bu bir hafta, to'g'rimi? Ikkinchi hafta degani qizil box pastdagi ikkinchi hafta. Dushanba kuni narx tushdi, tepaga qarab impuls berdi va seshanba kuni consolidationga tushdik. Chorshanba kunga kelib manipulation olganimizdan keyin pastga displacement bilan ketdi narx. Buni qanaqa bilamiz? Ya'ni bu yerda monthly cycle sequential SMT'da true openimiz bor-ku bu yoqda. True openimiz bor-u. Xuddi o'sha narsa kichkina cycleda ham takrorlanadi. Ya'ni hafta boshlandi dushanba kuni 18:00 da true week open, mana true week open boshlandi. Va true week open tepasiga chiqqanda bizda nima bo'ldi? Premium zonasi. Va aynan shu premium zonasida bizda weekly cycle sequential SMT holatini ko'rib turibmiz. Ma'lumotni ham aytaman, ya'ni yevro seshanba kuni highdan tepaga o'tib yopilolmagan, lekin DXY ga qaraydigan bo'lsak, ya'ni dollar indeksi va poundga uni aksini ko'rib turibmiz. Va bu narsa bizaga perfect example, ya'ni aniq tiniq narx harakatini berdiki, что narx уже tayyor, o'zgarishga tayyor. Birinchisi, ya'ni bizda precision swing point bor, katta time frame'dagi katta yo'nalishni beradigan haftalik precision swing point, keyingi bo'ladigan haftalarda qanaqa price action qaysi tarafga yo'nalish bo'lishini aytib bera oladi. Va undan keyin kichkina cycleda, ya'ni monthly cycle sequential SMT'miz bor. Bearish, e'tibor beringlar, katta cycledagi precision swing point ga asoslangan. Va undan keyin weekly cycle sequential SMT ko'rib turibmiz. Shu openlardan tepada bo'lib boshqa sizlarga hech nima kerak emas. Tushunasizlar? Va aynan shundan keyingina bizda displacementimiz boshlandi. Pastga qarab gap bergandan keyin narx tepaga qarab gapga chiqib berdi va aynan o'sha nuqtadan keyingina narx pastga qarab ketib bordi. Va albatta bu yoqda qanaqadir price action ko'rib, ya'ni botda kirolmagan bo'lsanglar, kichkina cycleda aynan shu joylarda ya'ni sizlar sequential SMT ko'rganimizdan keyin narxga qo'shib olishingiz mumkin. Bu narsani men o'tkazib yubordim ochig'i, chunki fevral oyida ketgan bo'lsak, уже fevral boshidan уже men trade qilmadim, qaramadim ham. Va 18-19larda kelgan bo'lsak, ungacha уже narx o'tib ketib qolgandi.
aynan shu joyda kirib olishga. Aynan shu yerda kirib olganinglarda ancha-muncha, ya'ni katta risk and reward beradigan trade, ya'ni long term trade ushlasak bo'ladi. Lekin bizdagi unaqa katta long term trade shart emas. Lekin yaxshi price action ko'rganmiz bu yerda. Ya'ni narx yaxshi harakat berdi. Precision swing point deganda o'rtoqlar, mana bularni o'chirib tashlaymiz. Bizga kerak emas уже. E'tibor bersanglar, precision swing point mana. Daily time frame'dagi precision swing point, ya'ni hammasida uchala assetda qora rangda hosil bo'lgan. O'zi asosiy, agarda bu precision swing point bo'lmas, ya'ni bo'lmaganida, agarda lибо TXY oqda bo'lardi, va bu yo'li qorada bo'lardi. Aynan shu precision swing point bizga recycle signal simply confirm qilib beradi. Undan keyingina narx tepaga qarab ketyapti. Hop, o'rtoqlar, menimcha foydali bo'ldi degan umiddaman. Xudo xohlasa buyog'iga precision swing point darslarini chuqurroq yoritishga harakat qilamiz. Buni ichida katta tema o'zi precision swing point. Precision swing pointni o'zi uchga bo'linadi. Ya'ni precision swing point o'zi alohida gaplashiladi. Precision candle bor va TPD bor. Bular alohida o'tilmasa yoritilishi qiyin va tushunish qiyin bo'lgan darsliklar. O'shaning uchun hozircha sizlarga kirish nuqtasini berdim. Yengil bo'ladigan bo'lsa, uni kvartali teoriyaga tushuncha sifatida qabul qilasizlar. Agarda bu teoriya haqida xabari borlar bo'lsa, bu takrorlanish bo'ladi. Hop. Mana shu o'rtoqlar, bugungi joningiz sog' bo'lsin. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalida o'zimning lichkamam bor. Botam bor. O'sha orqali yozsanglar, albatta men javob berib tushuntirishga harakat qilaman. O'rtoqlar, salomat bo'linglar. Keyingi darsliklarda yana gaplashguncha salomat bo'linglar, charchab qolmanglar.